Yo, assalomu alaykum hammaga o'rtoqlar. Bugun men hozirda o'qib kelayotgan yangi bir kitobimni e, sharhini qilib bermoqchiman. Hozirda men ushbu kitob Atrofdagilar ahmoqlar Tomas Eriksonning ushbu kitobini o'qib kelyapman. Kitob o'rtacha hajmda yozilgan. Bu kitobda aytilishicha bo'yicha insonni xarakterlari to'rt xil rangda tushuntirib berilgan. Ya'ni hammasi nisbiy albatta, lekin ko'p izlanishlarga ko'ra ko'p insonni xarakteri to'rtta tipga mansub bo'lar ekan. Ya'ni to'rt xil rang dedik, ya'ni bular ko'k, yashil, sariq hamda qizil tipdagi xarakterdagi insonlar. Men hozir aytib bermoqchi bo'lgan xarakteri bu sariq tipdagi xarakterlar. Ya'ni Tomas Erikson sariq tipdagi sariq xarakterli insonlarni shunday ataydi. Sariqlarni tanib olish juda oson. U tinmay gapiradigan odam. U savol emas, aksincha savollarga javob beradi va ko'p hollarda undan hech kim savol so'ramagan bo'ladi. Bu muammoga aloqasi bo'lgan-bo'lmagan voqeani so'zlab, savolga ham javob berish mumkin, lekin buning unchalik ahamiyati yo'q, chunki u sizning kayfiyatingizni ko'taradi. Bundan tashqari, undagi doimiy va o'zgarmas pozitiv kayfiyat sizni uzoq vaqtgacha tushkunlikda bo'lishdan qutqaradi. Sariq tipdagi insonlar, demak, qo'noq, ko'p gapiradigan va pozitiv xarakterli insonlar hisoblanar ekan. Bunday tipdagi insonlar balki videoni ko'rib turgan inson, ya'ni siz bo'lishingiz mumkin. Balkim atrofingizda shunday ko'p gapiradigan, ko'p pozitiv bo'lishga va ko'proq olomonda guruhni markazida, sinfni markazida bo'lishga harakat qiladigan o'rtog'ingiz yo yaqin insoningiz balkim bordir. Meni nega aynan bu sariq tipdagi xarakterdagi insonlar qiziqtirdi. Ya'ni meni atrofimda shunday bir o'rtoqlarim bor. Sariq tipga yaqin deb bildim. Chunki ko'p qo'noq, o'zini fikrini birovga shu yetkazmaguncha, u insonni sen fikring to'g'ri ekan deb aytmaguncha isbotlashga harakat qiladigan, o'zini fikrini isbotlamaguncha qo'ymaydigan shunaqa o'rtoqlarim bor. Va doimo pozitiv. Haqiqatan ham inson zeriktirmaydi. Ko'p har tomonlama kulgili voqealar bo'lsa, juda ko'p aytib beradi, bo'lishadigan o'rtoqlarim bor. Shuning uchun bu kitobni aynan sariq tipdagi insonlarni yoritib bermoqchi bo'ldim. Bu tipdagi insonlar bilan qanday munosabat qurish kerak, gaplashish kerak. Bunday insonlar samimiy, rostgo'y va podдержка beradigan o'rtoqlarni o'zini atrofida yig'ishga harakat qiladi va eng asosiysi ular o'zini eshita oladigan, unga to'g'ri kompliment bildira oladigan o'rtoqlarni atrofida to'plashga harakat qiladi. Ya'ni ularni o'zingizni prinsiplaringiz, menga bu yoqmaydi, bunday yoqadi degan prinsiplarni o'rtaga qo'yish bilan bu insondan uzoqlashib ketishingiz mumkin. Bunday insonlar pozitivlikni, erkin bo'lishni va doimo fikrini atroflicha yoritib berishga harakat qiladi.
ko'pincha buni atrofdagi odamlar tushunmaydi, chunki ularda xarakter mana shunday tuzilgan. Men ham unday tipdagi inson bo'lmaganim uchun ba'zida men ham tushunmay qolaman bu o'rtoqlarimni. Lekin bu kitobni o'qigandan so'ng juda yaqin tip ekan. Shunga bu kitobda aynan sariq xarakterli tipni obzor qilishga harakat qildim. Bunday o'rtog'ingiz bo'lsa, bu videoni unga yuborib qo'yishingiz mumkin. Agar qaysidir bu videoni ko'rib, qaysidir o'rtog'ingiz esga kelgan bo'lsa, o'shanga sekingina yuborib bo'lishib qo'yishingiz mumkin. Xudo qolsa, keyingi kitobni obzorlarda ko'rishguncha sog' bo'lamiz.